Doktor, mendagi disk chorasini operatsiya qilish kerak deyishyapti. Operatsiya qilmasdan davolasa bo'ladimi? Umuman olganda qanday davolash usullari mavjud? Bugun biz sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, doktor Elbek. Demak, konservativ davolashga bag'ishlangan bir nechta video chiqaramiz. Bunda biz zamonaviy tasdiqlangan davolash usullari, ularning afzalliklari, kamchiliklari va asoratlari haqida gapiramiz. Birinchi usul travmatistlarga boyitilgan plazma, qisqartirilganda TBP usuli yoki soddagina qilib plazma terapiya. Bu usul 90-yillardan buyon keng tarqalgan, qo'llanib kelinadi dunyoda va o'z tasdig'ini topgan bo'lib, ko'pincha blokadalar yordamida foydalaniladi. Demak, bunda bemorning o'zining plazmasidagi travmatistlar konsentratsiyasidan foydalaniladi va bunda quyidagi omillar foydali hisoblanadi. Birinchisi bu travmatistlarning yallig'lanishga qarshi omili. Ikkinchisi travmatistlarning o'sish omili. Uchinchisi bu travmatistlarning nerv tomirlaridagi trofika omili hisoblanadi. Demak, qanaqa blokada usullari? Asosiy 4 ta blokadadan foydalaniladi. Birinchisi paravertebral blokada, ikkinchisi foraminal blokada, uchinchisi sakral va to'rtinchisi intradiskal blokadalar. Barchasining o'ziga yarasha ko'rsatmalari va qarshi ko'rsatmalari mavjud. Demak, bu blokadalarda bizga zarur kerak bo'ladigan narsalar bu fluoroskop va UZI. Mana shu ikkita uskuna nazorat ostida blokada bajariladi. Bundan tashqari bizga kerak bo'ladi bemorning qoni va sentrifuga. Bizga taxminan bemorning qoni olingandan keyin travmatistlar ajratib olinadi va travmatistlarning miqdori oddiy qondagi travmatistlarning miqdoridan ko'ra 3-5 barobar ko'p bo'lishi kerak. Va bunda travmatistlarning boyitilgan plazmasi miqdori taxminan 2-4 ml ni tashkil qiladi. Demak, bizga kerakgan eslab qolingizlar, asosiy narsalar bu sentrifuga, bemorning qoni, fluoroskop yoki UZI. Demak, bu usulning afzalliklari. Bu usul allergik reaksiya chaqirmaydi va o'smalar keltirib chiqarmaydi. Sababi travmatistlar bemorning o'zidan olinadi. Bu usul samarali hisoblanadi va kasallik boshlangandan erta davrda bajariladigan bo'lsa, taxminan 90% samarali hisoblanadi. Demak, bu usul bajarilganda qanaqangi asoratlar bo'lishi mumkin? Asosiy bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar ikkita. Birinchisi blokada bajarilgandan keyin o'sha sohadagi og'riq, ikkinchisi mumkin bo'lgan tushishi mumkin bo'lgan infeksiya. Terapiyani boshqa dorilar bilan taqqoslaganimizda bir nechta farqni bilamiz. Birinchi taqqoslaydigan usulimiz gormonlar. Gormonlar kuchli yallig'lanishga qarshi effekti mavjud. Biroq ularda to'qimalarni degeneratsiyasini to'xtatish effekti yo'q. Bundan tashqari ular immunitetni pasaytiradi, glyukozaning metabolizmiga ta'sir ko'rsatadi va hamda allergik reaksiyalar qo'zg'atishi mumkin. Bu asoratlar esa plazma terapiyada mavjud emas. Keyingi usul radiochastotali ablyasiya. Radiochastotali ablyasiya spondiloartrozlarda ta'sir ko'rsatadi va shularga xos og'riqlarni to'xtatishi mumkin. Biroq disk cho'ralari bilan bog'liq foraminal nervlar, teshiklardan chiqadigan nervlar bilan bog'liq og'riqlarda radiochastotali ablyasiyalar qo'llanilmaydi. Shu ikkita usul bilan taqqoslaganda shubhasiz plazma terapiya katta effektga ega. Ayrim bemorlar menga plazma terapiya bilan blokada ta'sir ko'rsatmadi degan savollar bilan murojaat qilishadi. Buning sababi 3 ta. Birinchi sabablardan biri bu plazmadagi travmatistlarning konsentratsiyasi yetarli bo'lmaganligi. Ikkinchisi bu plazma terapiyani navigatsiyasiz, ya'ni fluoroskop yoki UZI nazorati siz yuborilishi. Va uchinchisi bu demak plazma terapiya bajariladigan vaqtida qo'shimcha dori-darmonlarni qabul qilishi. Mana shu 3 ta asosiy omil plazma terapiyani samarasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Demak, plazma terapiyani fizioterapiya yo gormonlar bilan blokada qilib davolanganda effekti bo'lmasa bajarilishi mumkin. Yuqoridagi 3 ta omil, ya'ni navigatsiya, fluoroskop
yoki o'zi ostida bajarilishi, keyin dori-darmonlarni qabul qilishi plazma terapiya vaqtida va plazma terapiya bajarilishida trombositlarning konsentratsiyasi haqidagi ma'lumotlarni keyingi videoda siz bilan bo'lishamiz. Videoni siz o'zlaringiz uchun foydali deb topgan bo'lsangizlar, like bosishni unutmaysizlar, izohlarni qoldiringizlar va keyingi videoda sizni kutib qolamiz. O'ylashimcha bu sizlar uchun qiziqarli bo'ladi.